Assalomu alaykum. Bugun biz Excel bo'yicha yana ikkita funksiya ko'rib chiqamiz. Match va index funksiyalariga to'xtalamiz batafsil. Bunday bo'lsa boshladik. Vaqtingizni ko'p olmayman. Atigi 10 daqiqada tushuntirishga harakat qilaman. Jadval hozir qo'yganman. O'zim tayyorlab va bu yoqda ham o'sha amaliyot bajarishim uchun jadval tayyorlab oldim. Hop, match funksiyasi bu qidirilayotgan biror bir ma'lumotni belgilangan ustun yoki qatorda nechinchi o'rinda turganini anglatadi. Belgilangan ustun yoki qatorda nechinchi o'rinda turganini anglatadi. Ya'ni match deb yozamiz. Match funksiyasini chiqarib beradi. Lookup value qidirilayotgan qiymat, qaysi qidirilyapti deb aytyapti. Bizga daromad nechinchi o'rinda turganini topib berish kerak. Mana lookup array qaysi qator ichidan qaysi qatordan demoqchi. Bizga mana shu qatordan, mana shu jadvaldagi qatordan nechinchi o'rinda turganini daromadda aks ettirsin. Bu yerda 0 tanlaydigan bo'lsak, o'sha belgilangan jadvalimizdan faqat o'shini o'zini chiqarib beradi. 0 tanladim. Post yapamiz va enter. Mana daromad belgilangan qatorda birinchi o'rinda turibdi. Mana belgilangan jadvalimiz 1, 2. Daromad esa 1 turibdi. Mana foydaga o'zgartiradigan bo'lsak, foydamiz 2. Xuddi shunday buni yo'nalishlar uchun ham ishlatishimiz mumkin. Tushunaman va mana tenglik match belgilanayotgan qiymat, ya'ni bu. Keyin lookup array deyapti. Qaysi jadval? Bu jadvalimizdan bizga topib bersin. Mana buni tanlaganimizdan so'ng kraskani nechinchi o'rinda turganini. Kraska mana birinchi o'rinda turibdi. Belgilangan jadvalimiz bu edi. Kraska birinchi o'rinda turibdi. Mana kraskadan o'zgartiradigan bo'lsak 2 ga, qurilishga o'zgartiradigan bo'lsak 3 ga o'zgaryapti. Aytgancha buni qanday chiqardingiz deyishingiz mumkin. Buni data bo'limidan data bo'limiga o'tamiz. Mana bunda data validation bor. Mana buni amalda ko'rsatib o'taman. Mana data bo'limiga o'tamiz. Data validation tanlaymiz. Data validation bor. Qiymatni aniqlash. Bu yerdan listni tanlab olamiz. Bizga berilgan jadval va qaysi jadvallardan iborat bo'lsin. Misol uchun mana yo'nalishda bulardan. Okey. Mana o'zidan to'g'richa kichkina belgi qoldirdi. Mana kirganimizda kraska oziq-ovqat qilib tanlashimiz mumkin. Xuddi shunday. Endi index funksiyasi tanlangan jadvalda ko'rsatilgan ustun va qatorlarni kesish nuqtasi qiymatini aniqlaydi. Ya'ni index funksiyasi belgilangan qator yoki ustunda kesish nuqtasini qiymatini aniqlaydi. Ya'ni va foydani oziq-ovqatning foydasi desak to'g'ri bo'ladi. Oziq-ovqatning foydasi bu 600 mana shu qiymatni chiqarib beradi. Ya'ni oziq-ovqatning daromadi 1300, kraskaning foydasi 500. Xuddi shunday. Mana yozamiz index indexda yozdik. Array deyapti. Bu jadvalimizdan hop nechinchi ustun bo'lsin, ustundan boshlaymiz. Hop, hozir oziq-ovqatning foydasini topishimiz kerak. Ikkinchi ustun va ikkinchi qator. Ikkinchi ustun, ikkinchi qatordagi bizga qiymatni topib beradi index. Mana enter bosgandan so'ng mana 600. Ikkinchi mana bu jadvalda oziq-ovqat ikkinchi ustun, bu jadvalda foyda ikkinchi ustun. Bularni orasidagi, bularni kesish nuqtasidagi
qiymat esa 600. Buni tagiga yana topamiz. Indeks kopiya qilib olsam bo'ladi, lekin men tushunarliroq bo'lish uchun qaytadan yozib ko'rsataman. Mana array deyapti, ya'ni jadval. Bu jadvalimiz nechinchi ustun? Mana birinchi ustun, birinchi qator. Enter. Mana 1200. Bu kraskaning daromadi. Indeks, ya'ni qiymatni aniqlab beryapti. Endi index va match funksiyalarini o'zaro kombinatsiyalaridan hosil bo'ladigan funksiyani, ya'ni qiymatni ishlab ko'rsatamiz. Buning uchun o'sha jadvalimiz, yo'nalishlar va daromad va foyda aks etgan jadvalimiz kerak bo'ladi. Barobar index array qaysi jadval ichidan? Bizga bu jadvalning ichidan. Endi bizga mana row number deyapti, ya'ni qator ustunlarning nechinchi ustundaligini aniqlab olishimiz kerak. Buning uchun bizga match funksiyasi yordam beradi. Match funksiyasini yozamiz va tanlanayotgan qiymat, ya'ni kraska. Shu jadvaldan mana qiymat olindi. Bu qiymatni lookup array deyapti. Qaysi jadval ichidan? Shu jadvalning ichidan nechinchi o'rinda turganini aniqlab olsin. Va 0 qo'ysak, bilasiz, o'sha qiymatni o'zini chiqarib beradi. Qopamiz. Hop, va yana foydani nechinchi o'rinda turganini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Match foyda lookup array qaysi joyda, qaysi jadvalda? Bu jadvalda nechinchi o'rinda turibdi? Exact match va qavsni yopamiz va enter. Mana kraskaning foydasi 500. Kraskaning foydasi 500. Bu funksiyalarning o'zaro kombinatsiyasi nimani beradi bizga? Bu funksiyalarning o'zaro kombinatsiyasi bizga biz tanlagan qiymatlarning o'zgarishi natijasida bizga chiqib kelayotgan qiymatni ham o'zgarishini olib keladi. Ya'ni mana kraskaning foydasini 500 ga ko'rgan bo'lsak, oziq-ovqatning foydasi qilib o'zgartirganimizda mana ko'rishingiz mumkin 600 ga o'zgaryapti oziq-ovqatning mana foydasi. Endi buni mana qurilishning foydasiga o'zgartirgan bo'lsak 700 yoki qurilishning daromadiga olib o'tadigan bo'lsak, hop, buni to'g'rilab qo'yamiz. Mana qurilishning daromadi 1400. Oziq-ovqatning daromadi 1300 yoki kraskaning daromadi 1200. Mana kraskaning daromadi ko'rishingiz mumkin 200. Biz qisqacha formulalar bilan tanishishimiz shundan iborat. Agar savol va biror maslahatingiz bo'lsa, kommentariy izohlarda qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.